Assalomu alaykum Farg'ona Tuz kanalining ashaddiy obunachilari, Qo'chqor ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari. Do'stlar, biz yana o'sha mashhur Furqatjon akamizning qo'ralariga keldik. Mana shu qo'rani juda ko'p obunachilarimiz biladi. Mana shu qo'rada doim qo'zi to'la turadi. Eng qizig'iki, mana shu qo'radan kelib O'zbekiston bo'ylab tarqaladi. Bugun ham Xudo xolasa yunglarini ogizdirib 77 ishqibozlariga kashtanjonlaridan, qora baxmallaridan keldi. 4 partiya, 5 partiya bor. Cho'ntagingizda necha pul pulingiz bo'lsa, o'shinga yarasha qo'zlarimiz Xudo xolasa bugun sotuvga chiqarilyapti. Do'stlar, videoda oxirigacha ko'rasizlar, bittadan like bosib qo'yasizlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida. Akalar, bormi mashtaqalaridan sotadiganlar? Bittadan bittaga qilib qo'yinglar. Furqatjon aka, videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimi? Keldingizmi? Shu kunni isig'ida mehnat qilib shunaqa qo'zlar olib kelayotganingizga rahmat. Rahmat. Nechta keldi aka bugungi videomizda? Xudo xolasa bugungi partiyamizga bir 150 bosh atrofida qo'yamiz. 150 dona. Bu birinchi partiyamizga nechta? Birinchi partiyamizga 50 bosh deymiz. 50 dona qo'chqor. Ha, 50 ta qo'chqor. Solig'i yo'q. Yo'q, solig'i yo'q. Hammasi qo'chqorlarini Xudo xolasa birinchi partiyaga 150 bosh qo'zimizdan 50 ta eng oldisini ayirib qo'yganmiz. Gap yo'q. Bularimizni bo'yini qanchaga beryapsiz aka? Bu material emas, yoki to'sin yoki ustun yoki ana konteyner materiali emas, metrlab sotganlar. Haloliga bitta metr ustiga tashlaganim yo'q, lekin 70 chiqaveradi. Gap yo'q. Agar kimgadir bu narsani bo'yi qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytsa 50 to'sa 50 tasini o'lchab beraman har bittasini. Gap yo'q. Joni sog'. Endi musofirda yurganlarga aka, buni bo'yi nimasi interesna bo'ladi-da, telefonda katta ko'rinib qoladi. O'zingiz bilasiz qo'zlarimiz. O'shini hisobiga uzoqdan kuzatayotganlar bilib olgani yaxshi-da. 70 ga olib yetkazib qo'yishmaydi. Gap yo'q. Joni sog' bo'lsin. 70 ga olib chiqarsin, xudo xolasa. Mana qo'zini, mana bitta narsa bor. Bittasini, xoh bitta, liboy bittasini razmerini miyaga olsin, 50 tasi o'sha razmerda chiqadi. Agar bitta, bitta yarimtasi kichkina bo'lsa, menga qolib ketaversin o'sha yoqqa. Instagramda trendga chiqqan videolardan ko'rgan bo'lsangiz kerak sizlar. Men ham ko'rdim. Anaqa dehqon akalarimizni gilosini uzab qo'lida andaza qilib qo'yib, anaqa ekspert qilishyapti-yu. Xuddi o'shini birdek qo'ylar ham o'shtaqa sartarafga bo'lgan. Bir xil. Sartarafga bo'lgan. 50 tasi bir xil. Endi aka, buni yosh oyligini so'radimmi, so'ramadimmi? Yo'q, so'ramadingiz. Buni yosh oyligi hop 6 oylik plyus to'g'liga o'tib bo'lgan 7 oyga ketyapti qo'zilar. Gap yo'q. Xudo xolasa yemni berishadi. Bemalol ko'taraveradigan variantida. Bo'ktirib, cho'laqni o'ldirib qo'yishmasa bo'ldi. Bo'ktirib, cho'laqni o'ldirib qo'yishmasa bo'ldi. Bir kasadan yemni berishadi, xudo xolasa bemalol ko'taradi. Gap yo'q. Endi kasada ham Xitoy kasa deb qo'yaylik. Agar enaqa ota-bobomizdan katta kasada to'kib bo'ktirib qo'yishmasa, ya 1 kilolikni ham tashlasadi, bir hafta yedirib turib, bir haftadan keyin 1 kilolik kasada ham shuni oldiga to'kib qo'yishaveradi, ko'taraveradi. Necha pul qilib berasiz endi buni? Hozir 50 tasini bir joyga olib boqaman. O'zim bir Xudo xolasa niyat qilgan obunachilarimizga necha puldan qilib berasiz mana? 50 tasini hammasini bir joyga tortaman desa oldi qochdi, gap kerak yo'q. 2 million 700 ming so'mdan bo'lsa chiroyli kammini qilib beraman. Xayri bor. Qilib beramiz. Magazin qilib olmaymiz. O'zgardingiz ana, bu safar yaxshi o'zgarish, yaxshi plyus tomonga bor. O'zgarish, xayri bor degan gaplarni ishlatyapsiz. Ammo qo'ziga ham bitta e'tibor bersin, yaxshi narsani. Gazli narsani. Ha, yaxshi narsani albatta maqtash kerak-da. Ko'tarsa maqtash kerak, ko'tarmasa maqtamay qo'yish kerak. Endi aka bitta narsa. Xudo xolasa qo'zi 77 raqamni ko'tarib turibdi. Oha, yulduzchasi ham bor aka. Aka 77 ni oldida. Bitta yulduzchasi bor mana. Nimaga aka 77 dan ko'rdim, shu 77 ni oldiga bittasiga z qilib qo'yibsiz. Nimaga bunaqa bo'ldi? Endi o'zi gapigasini topadimi desiz. O'zim tarixi bor. Aka qarang, pulni bering. Hech kim aytganiga sotmagan. Qancha xayr qilib berasiz aka? Farajon bugun mart savdo bo'lsinmi? Ha. 50 ming, 60 ming desam, baribir yarashmaydi bu narsa. 100 ming so'mdan kamini qilib berishadi. O'shanda ham magazin qilib qo'ymayman. 2 million 600 mingdan yana xayri ham bor. 2 million 600 ming so'mdan beraman, qo'yiladi. Hammasini olganga. Farhoja mana bo'ladigan narx, xudo xolasa, olgan odam bitta narsani aytib o'tib ketay, dehqon 3 million so'mgacha olsa mashq qo'zini. 3 million so'mdan mana shu 50 ta qo'yni qo'rasa kirgizsa ziyon qilib qo'ymaydi. Haloli gap. 3 millionni ko'taradi mana shu qo'zilar. Lekin 3 million so'm emas. 2 million 700 dedimi? Yana 100 ming so'mdan kami bo'ladi. 2 million 600 ming so'mdan beraman. 50 tasini bir joyga tortalsa bo'ldi. O'sha summani hisoblaymiz, o'sha summada yana bir narsa o'tib beraman. Sog' bo'lsin, barakasini bersin. Do'stlar, hammasini bir joyga hisoblab turib, yana bir nima o'tib beraman deyaptilar. Xayriga bir narsa qilamiz. Dastavka Samarqandgacha 5 platni yetib boradi aka. Samarqandgacha bor dastavka. Lekin akalar, bitta narsani inobatga olib qo'yinglar, 4 dona ichidan tanlab olaman desalaringiz, unaqa narxga bo'lmaydi. Qo'shiladi. Hech pul qo'shiladi. 100 ming, 200 ming. Farhodjon,
tanlab olishlariga qarab kelishamiz. Hozir bitta summani aytsang, naturalib qolishmas. Misol uchun 100 ming so'm ustiganlik qo'zi emasda, ancha kuchli qo'zilar bor. 100 ming so'mdan misol uchun. Va 50 ta qo'y bor, 15-20 ta bo'lsa, hamma 100 ming so'm piyli desangiz bo'laveradi. O'rtasidan tayoq tashlasachi aka? O'rtasidan tayoq tashlasa 26 dan ketaveradi. Optim narxi. Oldi qochdi gap kerak. 10 tasi ham tayoq tashlasa ketaveradi. 10 ta ham mana shu saylamasa bo'ldi. Ha, 10 tani mana shu chekkadan shuni o'tkazamiz, optim narxida ketaveradi. Gap yo'q. Barakasini bersin aka. Endi qarang, buni qarab turib, keyingi partiyalarga ham navbatda beraylik. Nima deysiz aka? Bo'ldi, xudo xolasa. Keyingi partiya qo'zilarimiz ham bundan bir-biridan zo'ri chiqib boraveradi. Xudo xolasa, hammaga nasib qilsin. Qo'zlarimiz standart bir xilda 77 ishqibozlariga katta mana 77 talardan. Hammaga nasib qilsin ilohim. Shunaqa qo'zlarni boqish. Bularni qamaymiz, bundan keyingi partiyani olib chiqib ko'rsatamiz. Do'stlar, mana endi ikkinchi partiyasini olib chiqib yubordik Kashtanjonlarda. Hammasi bir xilda. O, chekkada bir dona sarig'idan bor xolos. Borgan sari narxlari tushib ketaveradi akalar. Eng qizig'iki, bularimizni soni ko'p. Bir obunachimiz bir joyga olib qo'yadiganida. Qaranglar, dumbalarini ham tikligan bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Salqinda ham bir xilda ko'rinyapti jonivorlar. Aka, bularimiz yosh oylik qanaqa? Bularning yosh oyligi 5 oylik, Farhodjon. Bularimiz 5 oylik variantida. Bu qaranglar, jonivorlarni, mashalloh. Aka, yemoq-ichmoqni sinovdan o'tkazdingiz-a? Yemoq-ichmoqlar xudo xolasa sinovdan o'tdi, xotirjam. Hayda. Yana bir qator sinov borsa, bir hafta ichida sinov olaveradi uyga borgandan keyin. Bir hafta sinov muddati bor. Farhodjon bexotirjam sinab, yemasa ichmasa o'zimizga tan. Bir uyami hozirgi chiqarganlarimiz bilan axir bitta cho'ponnikimi? 150 bosh qo'zi, bir cho'ponniki. Bitta odamdan olgansiz. Bitta odamdan bir yerda yurgan qo'zini olganmiz. Gap yo'q. Endi qarang aka. Bularni qanday kelishamiz, qanday savdosini bitishamiz aka bularni. Farhodjon, u oldi qochdi, gap kerak. Narxini buni ham chiroyli qilib beramiz. Nech pul bo'ladi mana Furqatjon aka? Bismillahirrohmanirrohim. Nar akalardan 100 dan tashlab beramiz. 2 million 500 ming so'mdan ketaveradi. 2 million 500 ming so'mdan, akalardan 100 ming so'mdan arzon. Endi aka bitta narsa bor-da. 100 ming so'm qoplamayapti. Yo'q, qoplaydi. O'xshamay, 20 dona soni. Yoshi 5 oylik, 20 ta qo'chqor, sog'liq boshqasi yo'q. Xudo xolasa. Kelib, o'qib tarqatayotgan odamga bo'lmaydi. Yana ayni deysiz. Birinchi partiyada yaxshi ketyapti deysiz. Hozir yana ayni deysiz-da, qandaydir. Obda oldim ikkovimizni. Qo'ziga qarab-da, Farhodjon qo'zini bitta ko'rsating. O'zingiz aybi bor ekan. Xudo xolasa. Yo'q. O'zingiz nuqsoni bor ekan dedimmi? Noyoblari. O'zingiz zo'r ekan. To'nlari masalan chiroyli, har tomonlama yaltilab turibdi. Tik dumadi, maqtadim. Zo'r. Nuqsoni yo'q. Lekin hali o'tib beraman. 2,5 dan yaxshi lekin Farhodjon 2,5 xotirjam qo'zi o'zini ko'taradi. Kamini qilib beramiz bugun. Ha, ana. 50 ming 60 ming emas. 100 ming so'mdan kami bor, 2 million 400 dan og'a odam. Barakasini bersin, joningiz sog' bo'lsin. Maza qilsin mana shu qo'zni. Bu boshqa gap mana aka. Ey, optoda o'zingizni ham qiynamay, meni ham qiynamay, tars narxlarni o'tib bersangiz. Chi mana. Akalar 2 million 400 ming so'mdan bir joyga bir obunachimiz oladigan bo'lsa, Xudo xolasa rahmatini keyin aytib qo'yadi. Yemoq-ichmoqlarini uylaringga borgandan keyin yana bir hafta bemalol sinov olsangiz bo'laveradi. 5 yulduzidan olaman deb telefon qilinglar, Xudo xolasa mana sizlarga 5 yulduzlar. Xudo xolasa yetkazib beriladi. Eng qizig'iki, bundan keyin yana bor. Bularda sheriklari bor. O'shalarni ham olib chiqib sizlarga bir qator ko'rsatamiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar do'stlar. Dumbalariga ham har tomonlama bitta ahamiyat beringlar. O'ta go'zal, nuqsoni yo'q, maza qilib boqadigan variantlarida. Olgan odam chorchuvni chiqaradi, Xudo xolasa. Chorchuvni chiqaradi, cho'ntagiga pul soladigan, daromad qiladigan variantlari. Barakasini bersin aka. Barakasini bersin. Joningiz sog' bo'lsin. Sizlar mana endi sizlarga 3-partiyani olib chiqdik. Bularimiz ham hozirgilar bilan bir uyga kelgan, lekin addeniy partiya. Narxi boshqa bo'ladi. Kashtanni ham yaltirashini qarang. Qora baxmalni ham yaltirashini qarang. Bularni yungini ogizdirib boqqani tayyor qilib qo'yildi. Qashqasidan so'raganlarga 2 dona qashqasidan bor bularni. Bularimiz yosh oyligi qanaqa? Bularning yosh oyligi ham 6 oylik. Farhodjon. Bularning yosh oyligi ham 6 oylik. Bundan oldinga qo'ygan qo'chqorlarimizdan ozgina dadilroq bular. Nechtasi sog'liq, nechtasi qo'chqor? Xo'p, bularda hammasi sog'liq, 16 ta sog'liq, bitta qo'chqor. Aha. Shu o'zi noldan qo'y qilib olib ko'paytirib yuraman degan akalarga shunday tushadi, Xudo xolasa. Mana do'stlar, ko'zini sog'lig'idan chiqaring deb qidirayotgan so'raganlar uchun maxsus bo'ladigan variantlarida. Akalar, sizlar uchun. Ana shu bitta oq yulduz chalasa qo'chqor. Qo'chqorni ham zo'ridan qo'shganman, Farhodjon. Ertaga qo'chqor ham qidirishmaydi. Xudo xolasa. Shunday olib borishadi. Boqsa o'zidan ko'payaveradi, Xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Maza qilib boqadiganlaridan qaranglar. Bir uy asosan sog'lomligiga bir hafta garantiya beryapsiz. Yemoq-ichmoqligiga, kasalbatligiga bir hafta do'stlar garantiyasi bor. Lekin oyoq qo'lini cho'laq qilib, o'ldirib, bo'ktirib qo'ysalaringiz o'zlaringizga tan bo'ladi. Endi aka qarang. Buni qanday kelishamiz? Bulardan Farhodjon
Mana qo'lim. Bismillahirrohmanirrohim. Oldi qochdi gap kerak yo'q. Misol sovlig'ini ushlab turibman qo'ydi. Sovlig'i noyob ekan, boshqa deyishda ham kerak yo'q. Qo'chqorlarni pulidan olganman, xudo xolasa bo'ladi ham. Aha. 2 million 500 ming so'mdan berilsin, maza qilasan. Qilib bering aka. Ey, tortishormay hadim siz bilan. Yo o'zi yo'lida ketyapti. Ey, tortishmay tarsat o'ting. Mo'jalimdan ham 102 pasaytirib tashyapsiz. Umringizdan baraka toping. Ketsa dehqonga ketsin aka. Mayli, Alloh barakasini bersin. Bularda ham katta ekan, kichik emas. 2 million 400 dan ketaveradi. Barakasini bersin. Sog'liqlar. Yana har gapingiz Buni olgan odam maza qilsin Farhodjon. Hammasini olgan odamga yana hisob-kitob qilib, o'sha summadan bir nima o'tadigan xolasi bo'ladimi bunda ham? Xayri bordi, barakasi bor. Farhodjon bir narsa qilib beraman. Akalar, xayri bordi, barakasi bor deyaptilar. Telefon qilsalaringiz, xudo xolasa yana kelishtirib, yo'lida yana beriladi. Bemalol aloqaga chiqinglar. Do'stlar, sotgani olib kelingan, sotiladi. Akalar, manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida. Eng qizig'iga oxirigacha ko'ringlar. Borgan sari yana pullar yengillab ketaveradi. Pul yengillarini olib chiqib yana sizlarga ko'rsatamiz. Sizlar mana endi sizlarga narxi arzon, ser xaridor, kambag'alni boy qiladigan, cho'ntagini to'ldiradigan variantlarini olib chiqdik. Bularning ichida ham do'stlar 5 tami 6 ta sarig'idan, eng qizig'iki, qo'chqorlardan ham, soliqlardan ham bor. Bu hammasi qo'chqor. Solig'i yo'q. Ikkita solig'i bor. Adashmay, ikkita solig'i bor, qolgan hammasi qo'chqor. Jami soni 31 dona. 2 dona do'stlar soliqchasidan bor ekan. Eng qizig'iki, xolasingiz qo'chqorni o'zini oling, ikkita soliqchasini ajratib qo'ying. Soliqda xaridori naqd xudo xolasa, soliq so'ragan bu yil juda ham ko'p. Quloqlarini uzunligiga hamma terib qo'yasizlar do'stlar. Bularimizni yosh oyligi qanaqa? 5 oylik Farhodjon. 5 oylik. Bularda ham yoshi 5 oylik, ha. Bo'ylarini qanchaga beryapsiz aka? Bo'ylarini 65 ga olishaversin. Bo'ylarini 65 bir ikkita minusi bo'lishi mumkin, lekin plyusi ham bor. Gap yo'q aka. Joningiz sog' bo'lsin. Bo'yi qiziq bo'lsa, har doimga gap. Aytishadi, o'lchab berilaveradi, bittalar. Gap yo'q. Barakasini bersin. O'sha aytganimizdek, buni asosiysi narxida aka. Buni ati zo'r ekan, bati zo'r ekan demaylik. Videoda boshida aytdik. Bismillahirrohmanirrohim. Narxi arzon, ser xaridordir. Narxi arzon Farhodjon. Aha. Hammasini olsin, sog'liq pulida beraman. Sog'liqni pulida. Ha, 2 million 400 ming so'mdan ketaveradi. Sog'liq pulida olgan odam maza qilsin Farhodjon. Lekin maza qiladi mashhurda olgan odam, narxi yengil bo'lyapti. 2 million so'mdan deyaptilar. 2 million 400 ming so'mdan. Xayri sunnatini qiling, o'ting. Yo'q, kami bor. Telefon qilsin, mana keling. Hozir buni misol qo'ydi o'zi asli turgan narxi misol uchun bemalol 25-26 ga ko'taraveradi-da. Bugun narxlarni yengil qilaylik, olgan odam maza qilsin. Biz ham 150 ta qo'yimiz bor. Siraz tugataylik qo'yimizni, chorchovimizni chiqaraylik. Telefon qilishadi 2 million 400 ming so'mdan chiroyli kamini qilib beraman. Telefon qilishadi. 2 million 400 ming so'mdan do'stlar, yana xayri sunnatga o'tadigan xonasi bor deyaptilar. Aka videoda o'tqaravermaysizmi? Dars satib. Keling. Alloh barakasini bersin Farhodjon. Joningiz sog' bo'lsin. Hammasini olsin mana. U ko'p emas. Misol uchun bag'oz tag kelib bo'lganligi uchun hisobini olib aytyapman. 50 ming so'mdan tashab beraman. Magazin qilib qo'yman, telefon qilishadigan ozginadan. 2 million 350 ming so'mdan yana xayri bor, sunnati bor, o'tadigan joyi bor. Ha, kelishtirib beraman yana. Do'stlar, demak 2 million 300 ga beradi. Qo'lini qattiq siqib berasan, sizlarga 2 million 300 ga beradi. Kami bor, hech qachon aytganiga sotmagan. Telefon qilgan odamni har bitta obunachimizga o'tib bergan, xudo xolasa sotgan olib kelgan sotiladi. 2 dona soliqchasi bor, qolgan hammasi qo'chqor. Aka, olganga ham sotganga ham Xudoyim baraka bersin. Barakasini bersin Farhodjon. Kammi? Eng qizig'i bundan ham pulingiz bor-a? Hozir birinchi qo'ylardan ham kattaroq qo'y bor. Oxir partiyasi saqlab turibmiz. Ammo narxi arzon, qimmat emas. Yo'lida qilib beraman. Do'stlar, mana endi videomizni so'ngida chiqarganlarimizni ichida eng kattasi, eng zo'rlarini addenli qilib tishlarini kavayga, ya'niki oxiriga pachkalab qo'yibdilar-da. Bularimiz jonivorlar, eti ham semiz ekan, lekin jasadi ham, bo'yi ham birinchi chiqarganlarimizga ancha farq qilar ekan. Soni nechta endi bularda? Soni 21 dona. Aka, bu kattalarni nimaga boshida chiqarmasdan oxirida chiqaryapmiz? Yo'q, bularni ham mana shu birinchi partiya qo'yganlarimiz bilan bir xil. Mana edi haligi 60-70 ta qo'y joyimizga sig'may ketadi. Qo'y ko'rinmaydi syomkada. O'shani hisobiga 20 tasini addenni qilib qo'yardim. Olamiz desa o'sha bilan bitta haligida ketaveradi. Shu qo'shamiz 50 ta bo'lsa bu 20 bitta bo'lsa 70 bitta qo'y bo'ladimi? 70 bitta qo'ydi bitta savdo qilsa ham gaplashilaveradi. Shu gap yo'q, joningiz sog'. Prosta men joyimiz torroq ko'rinmaydi qo'y. Bir-birini ustiga chiqib ketib, olgan odam ham misol realni mazah ko'rilmaydi. Shuning uchun 20 tasini ayirib qo'ydim. Hozir aka nech pul deyapmiz endi aka bularni? Bulardimi? Farhodjon, o'sha 2 million 600 ming so'mdan ketaversin. 2 million 600 ming so'mdan ketaveradi.
ketaveradi. 2 million 600 ming so'mdan ketaveradi. Bularni ham xudo xolasa magazin qilib qo'ymaymiz. Xayrini qilib beramiz, kamini qilib beramiz. Qancha qilib berasiz aka? Xayr kam qancha bo'ladi? Videoda tarsat o'tasizmi, obunachilarimiz o'ziga o'tasizmi? Obunachilarga mana realni bor narsa. Narigini ham tortishib o'zi mo'ljalim 27 edi. Endi hech kim mo'ljaliga yetmagan 26 dan berdim. Buni ham 26 dan beraman Farhodjon, shularni cheriga. Telefon qilishadi, olib summada yana bir narsa o'tib beraman. Magazin emas. Kamini qilib beraman deb turibman mana o'zim. Joningiz sog' bo'lsin. Barakasi. Baraka toping aka. Xudo xolasa do'stlar, hammasini bir joyga olganga, yana общий summani hisoblaymiz, hisob kitob qilib turib, общий summadan yana bir nima o'tib beraman deyaptilar. Olganga ham, sotganga ham Xudoyim baraka bersin. Manzil qayerda degan obunachilarimizga manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar yig'ilgan Saroy qishlog'ida. Kelaverasizlar do'stlar. Qo'chqonlarni, qo'zilarni, udarlari bor. Aka, keyingi partiyalarimiz ham Xudo xolasa yo'lga chiqib kelib qoladi. Xudo xolasa. Ertaga buni ko'rib sotilib qolsa ham xotirjam yo'lga harakatlanayotgan odam kelaversa, ertaga ham 100 bosh qo'zi tushadi, abidgacha qolmay. Barakasini bersin, umiddan Alloh baraka barakasini bersin.